Nega faqat Erling Haaland? Norvegiya malikasi Ingrid Alexandra bilan futbolkasiz uchrashishi mumkin. Ko'pchilik bilmaydi, ammo buning 3 ta maxsus sababi bor. Birinchidan, ular yoshligidan bir-birlarini taniydilar. Malika yoshligidan futbolga qiziqqan va bolaligida otasi bilan Norvegiya milliy jamoadan bazasiga kelgan. U yerda Haaland bilan tanishgan. Ikkinchidan, Norvegiya qirollik oilasi ko'p yillardan beri milliy sport loyihalari bilan hamkorlik qilib keladi. 2022 года iyun oyida ular hatto birga xayriya futbol o'yinida ishtirok etgan, jismoniy va aqliy cheklovlarga ega insonlarga yordam berish maqsadida. Uchinchidan, Haalandning onasi va Malikaning onasi uzoq yillar avval do'stlar bo'lgan. Shuning uchun Norvegiya Braziliyani 2-1 hisobda mag'lub qilib, ilk bor jahon chempionatining chorak finaliga chiqishganidan keyin Malika va uning ukasi futbolchilarning kiyinish xonasiga borib, ularni shaxsan tabriklagan. Malika o'zi ham Haalanddan qirollik odob-axloq qoidalariga qat'iy rioya etishni talab qilmasligini aytgan. Shuning uchun u o'sha paytda futbolkasiz bo'lishi hurmatsizlik emas edi. Bu shunchaki do'stlar uchrashuvi va samimiy tabrik edi.